Dunyodagi eng kuchli ta'lim tizimi qayerda deb o'ylaysiz? Amerika, Angliya yoki Singapurdami? Dunyo bo'ylab eng noodatiy maktablar birinchi qism. Dunyodagi eng kuchli ta'lim tizimi bu Finlandiyada. Finlandiya ta'lim tizimida 4 jihati bilan farqlanib turadi. Birinchisi, Yevropada aksariyat mamlakatlarda majburiy ta'lim 3-4-5 yoshdan boshlansa, Finlandiyada bolalar o'qishni 7 yoshda boshlashadi. Finlar bolalarni psixologik, fiziologik jihatdan maktabga tayyor bo'lishlarini kutishadi. Ikkinchisi, baholar, testlar deyarli yo'q. Bolalarga bosim juda ham kam. O'qituvchi esa sinfda hokim, qanaqadir hukmron emas, balki murabbiy sifatida bolalarni shunchaki boshqaruvchi roli sifatida sinfni boshqaradi. Uchinchisi, menga eng yoqqan jihati o'yin darsdan ham ustunroq. Sababi bolalar o'yin o'ynash jarayonida muloqot qilishni, erkin fikrlashni, bir-biri bilan hamkorlik qilishni o'rganishadi. To'rtinchi jihat ham juda ham yoqadi. Bu uyga vazifa deyarli yo'q. Bolalar maktabdan tashqari paytini ko'proq o'zi qiziqqan narsalar bilan shug'ullanib va oilasi bilan mazmunli vaqt o'tkazishlari finlar uchun muhimroq hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham bahoga qattiq yopish olmasdan, uyga vazifa ko'p bermasdan ham bolalarni yaxshi o'qitsak bo'ladimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi seriyani o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.